قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi, kunchilik ikki ishroqda ruxsat etiladi. Allah iratgan Qur'onga kunduzda, tunda tayanib yashagan kishiga. Ham Allah bergan mol mulkatin kunduzda, tunda ulashgan kishiga. Kunchilik ikki turli bo'ladi. Birinchi kunchilik ul tiyilgan kunchilik. Ya'ni shunday kunchilikni ko'rsatsa, Alloh anga gunoh yozadi. Ikkinchi kunchilik bunisi ruxsat etilgan kunchilik. Ya'ni aning uchun gunoh yozilmaydi. Bizani qora kunchilik, endi oq kunchilik deb atalar. Shu tiyilgan gunohli qora kunchilik ul qo'ysan sen qardoshingda nendidir ne'mat ko'rasin, ham bu sening oshuvingni chiqaradi. Sen oshulanasan. Ne uchun oshulanasan? Qardoshingda shu ne'mat bo'luvina. Shundoqda bu bir qo'rqinch hal. Ne uchun? Chunki sen Allohning taqdiri bilan rizo tug'il. Allah bu kishiga bu ne'matni bergan, bu sening oshuving chiqaradi. Demak, sen Allohning taqdiri bilan rizo tug'il. Ham shulay qo'y bir asarlarda kela. Kunchilik yaxshi amallarni yondiradi. Kunchilik yaxshi amallarni yondiradi. Endi bundan da qo'rqinchrog'i. Qo'ysan sen qardoshingda nendidir ne'matni ko'rasin, bu sening oshuvingni chiqaradi, ham sen bu ne'matning onda bo'luvini tilamaysan. Bu ne'matning bituvini tilaysan. Bu bir qo'rqinch hal. Ham bu gunoh. Bu gunoh. Oq kunchilik, ya'ni ruxsat etilgan kunchilik. Qo'ysan sen bu qardoshingda bo'lgan ne'matga suyunasan. Ya'ni sen qardoshingda nendir ne'mat ko'rasin, hammaga suyunasan. Menga suyunasan. Qardoshingga barakat tilaysan. Ham endi shu ne'matning o'zinda bo'luvini tilasan, bu da ruxsat etiladi. Bu da ruxsat etiladi. Bu biz o'qigan hadisda keldi, shu ruxsat etilgan kunchilik. Ruxsat etilgan kunchilik. Birinchisi bo'ldi Qur'on. Qo'ysan sen Qur'onga kunduzda, tunda tayanib yashagan kishiga kunnashasan. Nechga yetirib? Ya'ni sen ko'rasan qardoshingni, u Qur'on bilan. Shu Qur'on bilan yashay, kunduzda, tunda onun amallari bordik Qur'on orqali. Qur'on bilan. Ham sen onu ko'rib, onun uchun suyunasan. O'zingni da Qur'on bilan yashashingni tilaysan. Allohdan so'raysan. Anladingizmi? Ham ikkinchisi aytdi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mol mulkat. Mol mulkat. Ya'ni sen ko'rasan ekan qardoshingni boy masalan, mol mulkat egasi. Ham shu mol mulkat u kunduzda, tunda sarf eta qo'yda Alloh yo'lida. Alloh yo'lida ham sen shunga kunnashasan. Ya'ni kunnashasan nishik, onun uchun suyunasan, ham shu ne'matni o'zingda da bo'luvini tilaysan. Mol mulkatga ega bo'lib, bu mol mulkatni Alloh yo'lida taratmagan kishiga kunnashirga yaraymi? Bu kishi kunnashirlikmi? Yo'q. Bu kishi kunnashirlik tugul. Bu kishi kirisincha. Bu kishini jillarga kerak. Bu kishini jillarga kerak, chunki u o'zining mol mulkatini Alloh yo'lida taratmaydi. Biror kishida mol mulkat bor ekan, ham bu mol mulkatini Alloh yo'lida taratmay ekan, bu mol mulkatda xayrlik yo'q. Bu mol mulkatda foyda yo'q. Xatirlaysizmi, sizlar hadis o'qidik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdi, qullar qarshi ola turgan har ertani ko'kdan ikki farishta tushadi dedi. Shularning birisi ya Alloh sarf etgan, ya'ni mol mulkatidan sadaqa bergan kishiga qaytar dedi. Ikkinchisi ya Alloh so'ranlangan kishining mol mulkatini halak et deb aytadi bu farishta. Bu ikki farishta. Ham shu mol mulkatin Alloh yo'lida taratmagan kishining bu mol mulkati qo'shib misol yo'qqa chiqacak. Mol mulkati yo'qqa chiqacak. Ya endi Alloh subhanahu taolo bu mol mulkatin ona
nimet bilen rahatlık değil, kirisince anan jaza itip kiri aylandırıp kaytaracak. Bu mal mülket onun için kirisince jaza ve kaygı bulacak. Endi kişi mal mülketin Allah yolunda taratayken Allah subhanahu teala ana tağın da arttırıp bilecek. Tağın da arttırıp bilecek. Hem şu barlık anın taratkan mal mülketi ana ecir savap etip sadaka etip yazılacak.